Imperator Doktor Doom haqida video. Hello YouTube ahli, sizlar taniydigan men o'sha mashhur kapitan Uzepman. Biz bugungi videomizda Imperator Doktor Doom haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men Imperator Doktor Doom haqida siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarni aytib o'taman. Va albatta, haligacha shu videoga like bosmagan bo'lsangiz, hozirroq like bosing va albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Agar yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Doktor Doomning haqiqiy ismi Viktor von Doom. U Latviyada tug'ilgan. Uning onasi Vipsi qabilasidan bo'lib, mistik kuchlarga ega edi. Viktor ilm-fan va sehrni chuqur o'rgandi. U dunyodagi eng aqlli odamlardan bo'ldi, lekin uning maqsadi juda yomon edi, ya'ni sehr va ilmni birlashtirib dunyoni boshqarish edi. Ammo Amerikadagi bir tajriba tufayli uning yuzi kuyib qo'yadi. Keyin u Viktor ismidan voz kechib, Doktor Doom ismi bilan yangi hayot boshlaydi. Doktor Doom eng kuchli holati maxfiy urushlar komiksida yuzaga keladi. Bu yerda Beyonderning kuchlarini o'zlashtirib, Doom koinotni boshqarishni boshlaydi. U bemalol Chernobyl, Galactus, Darkseid, Superman, Sentry va judayam ko'p kuchli qahramonlarni yutish olar edi. Imperator Doktor Doom Beyonderning kuchini o'zlashtirgandan keyin o'lchamlar aro sayohat qila olardi. Keyin Doomni o'ldirish juda qiyin bo'lib qolgan edi, lekin uni bitta zaif nuqtasi bor edi. Bu mag'rurlik edi. Shu sabab Doomni Reed Richards va boshqa super qahramonlar hiyla orqali mag'lub etishadi. Agar battle videolarini ko'rishni istasangiz, kanalimga obuna bo'linglar. Videomiz shulardan iborat edi. Kelgusi videomiz kanal haqida bo'ladi. Bu video 8-mart kuni nasib bo'lsa chiqadi. Agar haligacha kanalimga obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, bironta odamga yaqinlaringizga bu videoni ulashmagan bo'lsangiz yoki kommentariy yozmagan bo'lsangiz, iltimos qilib qolaman, shu videoga shu aytgan narsalarimni qilsangiz men juda xursand bo'lar edim. Hozirda bizning maqsadimiz 250 dona obunachi va biz tezroq 1000 dona obunachidor bo'lishimiz kerak. Bunga atigi 750 nechtami shunday odam obuna bo'lishi kerak. Va albatta mening kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Mening hisob-kitoblarimga ko'ra bu videodan men 5 tadan ko'p like yig'ishim kerak bu video orqasidan va kommentariy ham yozib qo'yinglar. Mayli, hammaga xayr, всем пока. Kelgusi videolarga всем пока deb qolaman.